Үрімчіде hava ochiq, temperatura 22 dan 32 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Alang balam, çıraylık mı ki? 这是用马的尾巴毛做的。 On kolumuzda kemal çekiştirmez. Çep kolumuzda perdini basılmaz. 我也要试试，我也要试试。 Ay balam aldırma. Onun da söksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı da maslaştık vakti çıraylık avazı çıkada. 吹哪一部分都不行，不然琴就变成大哑巴了。 Ne de kapını yolayla? Balam birbirini adlanmaydı ki. «弓弦同心，情声悠扬，情意绵长。” Hürmetli televizor görgüçüler yaxşımısızlar. Bugünkü söhbət programımızını görüşünlərine qarşı alımız. Cungocu zamaniylashtirishdan xalq turmushi hammadan muhim. Yaqinda nurg'un amma ishiga oldidagi yo'l chiroqlarining texmu yo'riq yonganligini, o'ltiraq rayon yo'llarining texmu tuzlanganligini, yashanganlar faoliyat so'rovlarining texmu beyg'anligini bayqagan bo'lishi mumkin. Qaramaqqa kichik ko'rinadigan bu o'zgarishlarning ko'pinchisi amaliyotda har darajalik xalq qurultiyi doimiy komiteti xalq qurultiyi vakillarining taklifi bo'yicha izlanib yo'lga qo'ygan xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turidan kelgan. Bütün jarayonlik xalq demokratiyasini amaliyotda ko'rsatish jarayonida avtonom rayondagi har darajalik xalq qurultaylari faol izlanib amaliyotdan o'tkazib, ommaning kichik qiyin jiddiy ishlarini ko'zlab o'ng'ul do'ng'ul yo'llarni remont qilishdan xalqqa qulaylik aslihalarni ko'paytib saplashgacha ommaviy muhitni yaxshilashdan yashanganda kutinish mulozimtini a'lolashtirishgacha har bir mikro amaliy ishni ommaning ko'nglidagidek bajardi. Xalq ommasining baxt tuyg'usi, erishish tuyg'usini kuchaytirib, asosiy qatlam demokratiyasi taraqqiyotining yangi amaliyotini olg'a surdi. Qumul shahri Ivirgul rayoni Sharqiston ko'cha boshqarmasi Oqyar mahallasining Nuanyang oshxonasi har qatim tomoq vaqti bo'lganda nurg'un aholini kelib g'izolanishga jalb qiladi. Nahayta qolaylik, ishdan chiqsaqla oshxona, 2 qadamlik yo'l, tomoqlarning ta'mi yaxshi, ham pokiz. Bir kundagi 3 vaqt tomoq qarmoqqa odatdagidek ko'rinsa-mu, lekin ommaning turmushiga munosabatlik. Undaqda bu mahalla oshxonasi qanday ochilgan? Xalq qurultiyi vakili bo'lish sifatimiz bilan asos qatlamga cho'nqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilish xizmatini ishlashimiz kerak. Tekshirib tadqiq qilish jarayonida biz bu o'ltiraq rayonining atrofida maktab borligini, yashanganlar va bolalarning tomoq masalasi mavjudligini bayqadik. Sao Shuanshin Qumul shahri Ivirgul rayonli xalq qurultiyining vakili ziyorat jarayonida u muxbirga Oqyar mahallasidan 4989 nopus bor. Tavallikdan yashanganlar ko'p, o'quvchilar ko'p. 60 yoshdan oshgan yashanganlardan 947 kishi bor bo'lib, buning ichida nurg'un yuqori yoshdagilar qarag'uvchisi yo'q, yolg'iz turadigan yashanganlar. Yashanganlar va bolalardan iborat 2 nuqtalik kishilar to'pining tomoq masalasi jiddiy hal qilishga tegishli masala bo'lib qoldi dedi. Biz omma uchun amaliy ish qilib berishimiz, xalqning ahvolini inkos qilishimiz kerak. Bu bizning xizmatimiz. Shunga biz bu uchurni ko'cha boshqarmamizdagi xalq qurultiyiga inkos qildik. Ko'cha boshqarmasi xalq qurultiyi yana bu uchurni Ivirgul rayonli xalq qurultiyiga inkos qildi.
Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti xalq qurultayı vəkillərinin təvsiyəsi bolğan xalq turmuşidagi mikro əməli işlər türü xizmətini qanat yaydırış üstüdə izlenib, hər qaysı joylarda nuqtada sınaq qilish üstüdə izlenishni qanat yaydırıb, hər qaysı joylardagi xalq qurultayı daimi komitetlər orqali hər qaysı nahiyalik şəhərlik hökumətlərdə xalq turmuşidagi mikro əməli işlarni beceriş məxsus məbləği təsis qilishqa turtki boldi. Bu məxsus turni planğa kirgizgili bolmaydigan, məbləğni əməliləştirgili bolmaydigan, həm xalq amisi ciddi hal qilishga ehtiyojliq oshqushliq kichik ishlarni bejarishga ishlatiladi. Qumul shahri xalq turmushidagi mikro amaliy ish turini nuqtada sinab qiladigan rayonlarning biri bo'lib sifati bilan har yili taxminan 4 million 500 ming yuan mablag' soladi. Vakil Cao Xuanshin inkas qilgan mahalla oshxonasi echish taklifi shu joy yo'lga qo'ygan xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar bilan dal mos keldi. Mahallaga cho'nqur cho'kib, naq maydonda tashurib tadqiq qildik. Biz bu turini xalq qurultiyining xalq turmushidagi mikro amaliy ish turi bo'yicha turi turg'izish o'lchamiga uyg'un deb qaradik. 2024-yili Oqyar mahalla oshxonasi qurilishi 107 ming yuan moliya maxsus turi mablag'i madadiga erishib, oshxona, suv, tok, par, gaz qatorliq jihatlarda umum yuzga o'zgartirildi. Bu yil 1-oyning 6-kuni Oqyar mahalla oshxonasi rasmiy tijorat boshlagan bo'lib, kuniga o'ttir hisob bilan 400 atrofida odam keldi. Kala go'shi uygurisi aran 7 yuan, yurishlik tomoq 16 yuan, zajangmen 12 yuan, noshtilliqdagi manta 1 yuan, purcha qiyami 1 yuan, bahasi arzon. Kichik tomoq açısından xalq turmushi cho'ng ishi aks etdi. Mahalla oshxonasidagi qaynam tashqinliq xalq qurultiyi vakillarining xalqning sadosiga inkas qaytarishni amaliyotdan o'tkazishning haqiqiy kartinisi. Texmi muhimi bu butun jarayonlik xalq demokratiyasini amaliyotdan o'tkazishning jonliq amaliyoti. Ammo hal qilishga taqozo bo'layotgan ba'zi masalalar xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar qatoriga kirgizilib hal qilindi. Ammoning baxt tuyg'usi texmi kuchaydi. Ammoga texmi yaxshi mulozimat qilindi. 2021-yildan boshlab Abdunum rayonluq xalq qurultiyi tadrijiy holdan Sanju oblasti, Qumul shahri qatorliq joylarda nuqtada sinaq qilish xizmatini qanot yoydirdi. Navbatda xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar xizmati butun Shinjongda qanot yoydirilib, xalq qurultiyi vakillari va ommaning jamiyatning boshqarishga qatnashish qizg'inligi va hayotiy kuchi urg'utildi. Xalq turmushidagi mikro amaliy ishlarda omma jiddiy ehtiyojliq bo'lish, umumiy manfaatdorligi kuchlik bo'lish, mablag' hal qilg'ili bo'lish, shu yili bejarib tamomlash prinsipiga asosan omma o'tirg'i qo'yish, vakillar kengashish, hukumat bejarish, xalq qurultiyi nazorat qilish mashg'ulot usuli qo'llanilib, vakillar taklif berish shakli orqali xalq qurultiyining xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turiga kirgizildi. Omma ko'ngil bo'ladigan zo'r bir turkum qiziq nuqta, qiyin nuqta masalalarni hal qilish ilgari surildi. Buning bilan xalq uchun amaliy ish qilib berishning eng oxirgi 1 kilometr tutashtirilib, texmi ko'p ommaga naf yetkazildi. Haftada bir qitim tozlaymiz. Qaranga, kilopani etishimizgila ichidagi qumning hammasi chiqarib etildi. Bu qum shig'illar ommaning suv jumikini osonla to'sib qo'ydi. Sanji oblasti Sanji shahri Miargu yesi Oqchi kentidan yeziliq xalq qurultiyi vakili Baqtiyar Patpat kentiki suv tarchi quduq uyga berib, kent aholilarining ichadigan suyining avtomatik süzgichini tashirdi. Qarang, bu uskunani o'rnatsak bo'ladi. Qumning hammasi chiqarib etilgandan keyin ommaning uyidagi suv jumiki to'silib qolmaydi. Oqchi kentining Sanji shahri bilan bo'lgan oralig'i 30 kilometr bo'lib, kent aholilarining ichadigan suyi mashinlashgan quduqdan tortilgan yer osti suyidan kelgan. Suvdagi loy qumning miqdori ko'p bo'lg'achqa, kent aholilarining uyidagi suv jumbigini doim qum va ushshaq sheg'il to'sib qo'yadi. Shunga kent aholilari xalq qurultiyi vakilini izlab berib ahvolni inkos qilib, ichadigan suv avtomatik suzgichi o'rnatish taklifini berdi. Biz bu fikr taklifini topshirib olgandan keyin yana naq maydonda tekshirib tadqiq qildik. Qayta jazmlashtirgandan keyin aloqador tartib bo'yicha bu taklifni xalq qurultiyining mikro amaliy ish turiga kirgizdik. Jarqin Bek muxbiriga Oqchi kentidan ichadigan suvni tozalash masalasini tezdan hal qilish uchun Sanji shahrida xalq qurultiyining qurultay vakillarini naq maydondan ziyorat qilishga tashkillanganligini, keyin bu masalani xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turiga kirgizganligini, avtomatik suzgichining nihoyatda tezlan o'rnatilganligini aytdi. Hozir Oqchi kentidagi 208 oilik kent aholisining hammasi pok suv ishlatadigan bo'ldi. Qarang, hozir turbi suvi nihoyat pokiz. Buningdan nihoyat xotirjam bo'ldik. Xalq qurultiyi vakillari fikr takliflarini to'plashdan tadbir belgilashga qatnashishgacha xalq ommas tarafidan deginini qiladigan, ish bajarishda qarg'a keladigan vakil deb ataldi. Buning bilan ularning xalq qurultiyi vakillik vazifasini yaxshi o'rinlashdan iborat boshlamchilik mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usi kuchaydi. Shuning bilan birga har millat ommasi butun jarayonli xalq demokratiyasining o'zining yendil ekanligini haqiqiy his qildi. Mikro o'zgartish, mikro mulozimat orqali ommaning baxt ko'rsatkichi oshdi. Shinjongdagi har darajali xalq qurultaylari xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turini yo'lga qo'yishni butun jarayonli xalq demokratiyasini taraqqiy qildirishning muhim vositasi qilib, xalq turmushi sohasiga bo'lgan selinma salmog'ini uzluksiz so'raytib, xalq turmushidagi kamtuliklarni sijil to'liqladi.
Turpan xalq turmuşidagi mikro amaliy ishlar turlarini yo'lga qo'yish orqali mahalla va kentdan yo'l chiroqlarini yondirdi. Shixansadagi nurg'un kona o'ltiraq rayonlardan cheniqish asihallari o'rnatildi. Portala oblastidagi o'ng'ul-do'ng'ul yo'llar tuzlandi. Qaramayning shahar yezlarida nurg'un avtomobil to'xtatish o'rni va to'qlig'i ko'paytirildi. Xalq turmuşidagi mikro amaliy ishlar turlarining yo'lga qo'yilishi natijasida har millat omining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi va bexatarlik tuyg'usi kuchaydi. Bu to'qlig'i xalq qurultiyining xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turi orqali amaliylashib o'rnatilgan bo'lib, har vaqt yaqin atrofda to'q qochilishimizga qulaylik yaratdi. Hozir o'ltiraq rayonimizning muhiti bak yaxshi, gulgiya va o't cho'plarga purkinib bog'chidakli bo'lib qoldi. Yana bizga cheniqish asihallari o'rnatib berildi. Badan cheniq turishimizga intayin qulaylik. Xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turidan partiya komitetining muhim ishlari bilan omining ko'nglidagi ishlar birlashtirilib, hukumatning iqtidori bilan omining orzusi yo'g'rilib, xalq turmushi baxt saodati oshirildi. Navbatda butun Shinjongda xalq turmushidagi mikro amaliy ishlar turidan jami 1200 dan ko'proq yo'lga qo'yilib, taxminan 100 million yuan mablag' solinib, xalq omasi ko'ngil bo'layotgan, g'am qilayotgan, bosh qotirayotgan ishlar unumli hal qilindi. Diqqat omining kichik masalalari xalq turmushidagi mikro ishlar va jiddiy qiyin ishlarga markazlashtirilib, omining ehtiyojiga dal joyidan uddullashtirilib, omining amaliy qiyinchiligi yuqori unumli hal qilindi. Xalq turmushidagi mikro amaliy ishlarga oid turning bir uchi xalq turmushiga, bir uchi xalq qalbiga bog'lanishliq. Har bir amaliy ishqa avtonom rayondagi har darajali xalq qurultoylarining butun jarayonlik xalq demokratiyasining cho'nqur amaliyoti ko'rsatishi, xalq turmushi baxt saodatini zo'r kuch bilan olg'a surib yaxshilashdek jonliq amaliyotni turtki bo'ldi. Texmi muhimi xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishi jonliq izohlandi. Oshqushliq kichik ishlar xalq turmushidagi cho'ng ishlarga turtki bo'ldi. Xalq turmushidagi mikro amaliy ishlarning oxirgi nuqtasi yo'q. Hammasi xalq uchun amaliy ish qilib berishning boshlanish nuqtasi. Bugungi programmamiz mushada oxirlashning ko'ngilingizga rahmat, xayr qilish.新疆广播电视台丝路视听客户端 6.0 Pro 焕新登场，智媒汇聚，海量内容，丝路甄选融入生活，极致互动，全景体验，向世界展示自信开放、活力四射的中国新疆。新闻板块不断拓展，18个频道精彩呈现，热点信息权威解读，交通路况实时播报，健康指南解疑释惑，就业服务连线答疑，体育赛事及时追踪，海量内容分秒必答，新闻自此触手可及。弹幕、评论、点赞，精彩内容实时互动，让你告别单机模式。抽奖、投票、竞答、爆款活动轮番上阵，参与就有机会赢奖励。签到、浏览、爆料，轻松参与赚积分，好礼等你来兑换。每一次点击都充满惊喜，每一次互动都更尽精彩。全新 AI 智媒上线，小思帮你智搜海量资源。想当创意达人，文字秒变图片，一句话生成专属大片。AI 智媒懂你所想，知你所需，成你所愿，解你所忧，不仅是工具，更是你的创意伙伴，助你轻松实现灵感。新疆广播电视台人气主播实力带货，特色美食、生鲜水果、零食坚果、文创产品，各种新疆好物一键下单，融合支付，便捷安全，吃住行游购娱全搞定。打造极致购物新体验，探索新疆从这里开始，沟通世界从这里起航。新疆广播电视台丝路视听 6.0 Pro 赋能生活，与你同行。70载，砥砺奋进，山河巨变。70载，红心筑梦，幸福花开。在新疆维吾尔自治区成立70周年之际，
一场跨越时空、连接天山的视听盛宴开启。新疆广播电视台携手14个地州市、85家县级融媒体中心，倾力打造幸福底色，庆祝自治区成立70周年地州市巡礼全媒体直播。这是一次深情的回望，追溯奋斗足迹，更是一场全景的呈现，聚焦当下辉煌。锁定新疆卫视和丝路视听客户端，让我们穿越云端，触摸天山南北的时代脉动，俯瞰大地，领略大美新疆的璀璨蝶变，聆听心声，感受各族儿女的幸福底色。